إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا حبيبنا عظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العلي القدير قال الله في كتابه الكريم الذين آمنوا وكانوا يتقون barcha g'alamlarni yuqdan bor qiluvchi, shul g'alamlarni tarbiya qilib ham o'zining turli ne'matlari bilan bo'laklab turuvchi Alloh subhanahu va taolaga hamd sanolarimiz, ulug'lovlarimiz bo'lsa edi. Bizni haq yo'lga ko'ndiruvchi, barchamizga eng ko'rkam o'rnak bo'luvchi sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham uning hurmatli oilasina, barliq sahabalarına, ko'ngillarimiz to'g'rilaridan chiqqan salomlarimiz, salovat-i sharifalarimiz ham har turli izgi duolarimiz erishsa edi. Hurmatli din qardoshlarim, ilm ul bir dengizdir. Onun tubina tushib yetib mumkin tegil. Har ham ilm oluv yo'luna bosgan kishi uning oxirina erishmas. Bizning tub ilm chig'anog'imiz ulda bo'lsa kitobimiz Qur'oni Karim. Rabbimiz ona bir aybir turundagi g'alimlarni solgan, ham qaqidani, xatoni anglatgan, ham har kishi musulmon yuristlari ondan tiyilgan ham ruxsat etilgan aybirlar to'g'ridagi ilmni ola. G'arab tili bilgichlari ondan jumla tizilishini, siylam motorlig'ini qaragan qoidalarni chiqara, ham boshqa shunday ko'p misollar keltirishga bo'la. Aziz din qardoshlarim, Qur'on ul Rabbimizning bir rahmati. Ham ona beyli bo'lgan har amalda o'qiymizmi, biz uni yodlaymizmi, tinglaymizmi yoki oyatlar haqida fikrlaymizmi, barisida xayrlik bor. Bugun shul haqda esga tushiramiz Alloh bersa. Qur'onni tinglovga kelganda bu savobli amal ko'ngillarning tinchlanuvining ham hidoyatning sababi bo'lib turadi. Rabbimiz bulay deb aytadi: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Qullarımna seyindir. Alar sözünü tınlaylar. Onun en yaxşısına erirler. Ana şularını Allah hidayet etti. Ana şular akılga iyi kişiler. Allah Teala aytgancha hikmatli mu'minning bir sifati ul boshqalarning so'zini quloq sola biluv. Ammo eshitganlarning eng yaxshisini saylab oluv. Eng yaxshi ko'rkam so'z ulda bo'lsa Allohning kitobi ham Rasulimizning so'zlari. Shulay o'q Qur'onni tinglov Allohning rahmatin oluvning bir sababi da bo'lib turadi. Rabbimiz bulay deb aytdi: "Va iza quriyal Qur'anu فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون." Qur'on o'qilgan chaqda uni tinglag'iz, ham dashmay turig'iz, balki siz Alloh tarafidan rahmat etirilirsiz. Tafsir g'alimi Shayx Vahba az-Zuhayli bu oyatni anglatganda o'z tafsirida bulay deb aytdi: Qur'oni Karim o'qilganda oyatlarini anglar, ham nasihat alır uchun uni tinglag'iz. Ma'nolari haqida fikr yuritar uchun dashmicha ham xushulik, tubanchilik bilan tinglag'iz. Ma'nosini anglav ham nasihat oluv bilan sizni Allohning rahmatini erishtirar. Ham bu qalblari iymon nuri bilan yoqtirilgan taqvo mu'minlargagina xos. Bu oyatdan ko'ringancha
Qur'an namazda yoki namazdan tish o'qilganda uni dashmay tinglash vojib, tegishli bo'lib tura, ham bu barliq hallarga qaragan umumiy qoida bo'lib tura. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga Qur'onni tinglovning buyuk daraja bo'luvini anglatdi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunday so'zlarni topshirgan. Allohning kitobining bir oyatini tinglagan kishiga bir necha topqir orttirib ajr savob yozilar. Allohning kitobining bir oyatini o'qigan kishi uchun u oyat qiyomat kunida bir nur bo'lar ekan. Aziz din qardaşlarım, aramızda kimlerdir belki ele Kur'an'ı o'qiy bilmaydir. Kimdir o'qiganda xato yasarga qo'rqa. Kimdir dinde birinchi adımların yasay. Ama bu yo'lda ko'proq tirishlik qo'ygan sayin biz zo'rroq ajr savoblarga olamiz. Aramızda ko'plar begrek de ulkan bo'yin, Qur'on o'qiganda xato jibara, alam deb bek burchila, qayg'ira, burchilarga kerakmi? Chunki bu ishda tirishlik qo'ygan kishiga savob ikkilatı orttirib beriladi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulay degan. Qur'onni usta o'quvchi, bek motor etib o'quvchi, ko'rkam yozib turuvchilar, ya'ni farishtalar bilan birga bo'lar. Qur'onni og'irlik bilan tirtilib o'quvchilarga ikkilatı ajr savob azarlangan. Shunga ko'ra og'ir bo'lsa da tishkinlikka belgilarga kerak tugul. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu yuraklar savutlarga teng. Alarni Qur'on bilan tutirig'iz, ham boshqa narsa bilan tutirmag'iz deb aytgan. Qur'on Karimda 16 yerda Alloh taolo bizni Qur'on o'qirga indi chaqira. Ağır mizgillarda kishi ruhi kuch, tayanish izli. Ammo Qur'on o'quv bar ağırlardan da davoda. Aziz din qardaşlarım, qizg'anish bek ko'p musulmonlarning uylarida Qur'on kitobi umuman yo'q. Kimnikidir bar. Ammo ul motorlik ichingina deyersin. O'qilmaycha kitob kishtasida tozanlanib yota. Qur'on o'quvining ahamiyati, savoblari to'g'risida esga tushirib ketik. Rasulimiz bulay degan: Qur'on uni o'quvchi uchun Alloh qarshida shafaqat qiluvchi, ham aqlovchi, ham uning bo'yicha yashovchini ul jannatga ketirir. Uning bo'yicha yashamovchini jahannam o'tına tortir dedi. Yana boshqa hadisinde Peygamberimiz bulay deydi: Kishilar Allohning yurtlarında Qur'onni o'qirga, ham o'rganirga jiyilg'ach, ularga ruhiy tinchlik ham Allohning rahmati tushar. Ularni farishtalar aylantirib olar. Ham Alloh taolo bu kishilarni o'zi yonida bo'lgan farishtalar oldida esga olar, maqtar. Qur'onni o'qirga inday turgan hadislar ular bek ko'p. Ammo har o'quvchida to'liq savobga erisha olurmusun? Izgi kitobni o'quvga bayli nindidir qoidalar, adablar bormi? Din qardaşlarım, o'qigan oyatlarimiz uchun to'liq savob olirga tilasak, bizga bu ishda belgili bir adabni da saqlarga tiyishmiz. Masalan, Qur'on kitobin biz bek qadrlab, pok ham tahoratli bo'lgandagina qo'lga olib o'qirga. Ikkinchidan, qibla tarafına yo'nalib o'qirga. Ham albatta tiyishincha tajvid qoidalarini esda tutib, dars etib o'qirga tirishirga tiyishmiz. Qur'on mushaflarına, tafsir kitoblarına da g'adiy kitoblarga qaragan kebikkina qarabag'iz. Aziz din qardaşlarım, Qur'on oyatlarini yodlaw zo'r ibodat. Qur'onni yoddan bilgan kishi Alloh qarshida buyuk darajalarga erishirga mumkin. Hazrat Abu Sa'id al-Khudri topshirgan hadisda bulay deydilar: Jannatga kirgach Qur'onni biluvchiga o'qi ham ko'tarildi deydilar. Ham ul o'qigan har oyati bilan jannatga darajalar bo'yicha ko'tarilib borar, hatto so'nggi oyatini o'qiganchaga qadar. Rabbimiz bizga o'z rizoligi uchungina Qur'onni o'qirga, yodlarga, ham uning bo'yicha amal qilib yasharga nasib etsin. Fuzayl ibn G'ayaz: agarda menim qabul bo'la turgan bir duom borligini bilsam, men uni yetakchi uchun qilar edim deb aytgan. Ya Rabbim, jumhuriyatimiz uchun iminlik, tinchlik, barakat, mullik,
һәм киләчәктә дә рәисimiz Рөстәм Нургали улының саулык сәламәтлектә, иминлектә, күңел тынычлыгы белән хезмәт итүен, халкыбызның бәрәкәттә җитеш, мул тормышта бәхетле булып яшәүләрен, туган телебез, милләтебез өчен үсеш, камиллашу һәм аның киләчәк буыннарга кадәрле ядкар итеп тапшыруларын, милләтебезнең узын гомерле имин булуын насыйп ит. Амин. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أدم على دولتنا خيرها وهناءها وتقدمها ورفعتها ورخاءها وازدهارها وانشر السعادة بين أهلها أنت ربها ووليها. اللهم وفق رئيس الجمهورية السيد الرئيس رستم بن نورغالي وأدم عليه موفور الصحة والعافية واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك. اللهم ارحم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا إلى رضوانك وادخلهم بفضلك فسيح جنتك. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.